Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin ve Dünya namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamında biz şu ilim ve münasebetlik mezmunlar hakkında toxtulumuz. Yani bu edebil ilm. Yani fi edebil ilm. İlim irfanga münasebetlik edep kaidi usulla ve bununki fazileti, qatarlıq ilimdeki adabı haqqında toxtalatımız. Hem de ilim meselesi bu bir söz tomiri. Alime degan şu Arap söz türkümüdeki sözün söz tomiri boldu. İlim, ilmen degan mezmunda da. Yani bu yani Uyghur tilida bizning şu bilmek degan ma'noni bildirdi. Bilmek degan ma'noni bildirdi. Bu ma'rifat, ilim ma'rifat so'zi bilan ma'nodoshroq keldi. Ammo lekin ma'rifat so'zi bo'lib qolsa, bir narsani tafakkur bilan, mulohiza bilan bilishni ma'rifat deymiz. Ammo ilm bu ma'rifat so'zidan ommabobroq, umumroq mazmunni ifodalaydi. Demak, ilm insonning aqldagi ma'lum bir ko'ringan tasavvurni, bekingan tasavvurning o'zini bu yerda ilim deb qaragan bo'libmi shu donishmandlar. İlimni ulamolar ikki turga bo'lgan. Biri badiiy ilm, biri kasbiy. Badiiy ilm deganimiz o'zligidan uning bilinadigan narsa. Masalan, quyoshninki isitishi deymiz. Bu nimaki o'zligidan mavjud turayotgan narsa, bilinadigan narsa. Ma'lum bir muqaddima bosqichlar bilinmaydi. Bilish uchun jarayonlarga muhtoj emas. Ama yana birisi şu 5 xil sezgi a'zolar bilan bilinadigan ilmlar borda. Umumiy bitqoqda bu masalan uni haqiqatan bilish uchun ma'lum jarayonlarga, qoida usullarga munosabatli bo'lgan. Bundaq umumiy bitqa vaqtida bu ilm ikki turga bo'lindi. Biri badiiy ilm, biri kasbiy ilm. Undaqda hamda Imom Maverdi rahmatullohi alayh ilm haqida nimalarni deydi? Biz bu haqda to'xtalib o'taylik. Hamda ilmniki fazileti, bununki şan şerpi hakkında İmam Maverdi rahmetullahi aleyhi müstakdaydı. Bilip koyun insan, ilim dedi. İnsan arzu kıygan nesinlerinin içinde en uluğudur. İnsan arzu kıygan, izdigen, tirişkan narsalar içindeki en abzal narsadır. İnsan erişmekçi boğan narsalarning içinde en faydalı şudur. Çünkü bu ilimniki şanı şevkiti, şerpi şu ilim sahibiga mevlani töküp durdu. Yani ilim sahibiga zor faydalarını yetkizdi. İlimnin fazilet qatarida bu ilim izlengüçüler üçün elbet vaqtida bu davamlı köpüyüp durdu. İzlengen sire, aşuğan sire bu adamniki ilim ma'rifati iş ma'naga gibi. Şonuşqa Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de dedi: "Estaizu billah. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun." Biladiganlar bilan bilmaydiganlar o'xshashmi degan deydi. Payg'ambarimiz xitob qilibdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo biladigan odam bilan bilmaydigan odam orasida barobarlik yo'q dedi. O'xshash emas bo'ladi. Chunki nemishqa olim o'zidagi xos bo'lgan ilmdan iborat bu fazilat bilan alohida bu yerda ko'zga ko'rinib turg'ach. Alloh subhanahu va taolo yani Qur'oni Karimda shundoq deydi: "Buni faqat olimlar bilalaydi, boshqalar uni bilmaydi" dedi. Bu oyatdagi mazmun ayni vaqtida Quraysh mushriklari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni masxar qilganda, bu Muhammadning parvardigorimiz o'pchik, chivin, mushtaq ushoq, jonivor, hayvonotlarning misollarini oladi deb masxar qilgan. Şu vaqtda Allah subhanahu wa taala to'g'ri biz buni kishilarga misol qilib deb beramiz. Amaliyotda buniki nima uchun misol qilinganligini faqat olimlar bilalaydi. Buning sababini faqat olimlar bilalaydi deb mush oyatni Alloh nazil qilgan. Bu oyat karimada Alloh subhanahu wa taala olimdan boshqa odam Alloh to'g'riliq bir narsa his qilolmaydi, bir ishni tushunolmaydi yoki Xudoning amr farmonini his qilolmagan yoki Xudoning koyig'ini bilmagan, tushunolmagan. Shunday o'tadi demoqchi. Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan bayon qilingan bir hadisda Janob Rasululloh shunday deydi: Alloh subhanahu va taolo Hazrati Ibrohim alayhissalatu vassalamga vahiy qilib shunday degan: "Men alim, men bilimdorman. Har qanday bilim egisini bilimdorni men yaxshi ko'raman"
degan edi dedi. Abu Umametel Ensari degan sahabining bayon qilishicha, bu kishi dedi de Peygamber sallallohu alayhi vasallam ikki odam haqida savol so'ralgan edi. Birisi olim, birisi abid, zohid, taqvo odam. Bu ikkalarining qaysi yaxshidir deganda Peygamber sallallohu alayhi vasallam mundaq bir misol bilan sifatlagan. Olim obidga nisbatan ilm etqa vaqtida men sizlarning ichingdagi eng töven odam bilan mening fazilatimga o'xshash, ortiqchiligimga o'xshash misol olsanglar bo'ldi. Men yani sizlarning ichingdagi eng töven qatlamdagi töven odamga nisbatan men qandoq sharafim bor, hurmatim bor, fazilatim bor, ana shunga o'xshash obid bilan olimning farqi mushu. Yani demek olim bu yerda fazilatli. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bayon qilib shundoq deydi: insonlar nima ishni yaxshi qila olsa, shu ishning farzandlaridir. Masalan, olim bo'lsa, olim deb javob beramiz. Qori bo'lsa, qori deymiz. Chunki qorilikni yaxshi biladi-da u. Tamburchi deymiz. Chunki u tamburchilikni yaxshi biladigan. Yak muzikant, yak artist, yak mujohid, yak qassob, to'michi degan o'xshash. Nemishqa bu yerda bu sifatlar bilan atalgan deganda o'zi eng yaxshi biladigan, yaxshi qila oladigan, shunashqa insonlar o'zi eng yaxshi qila oladigan ishlarning farzandlaridir, bolalaridir. Mus'ab ibn Zubayr degan kishi shundoq deydi, bu Mus'ab ibn Umayr emas, bu sahoba Mus'ab ibn Uhud shahid qilingan Mus'ab emas. Bu Zubayr ibn Avvomniki o'g'li, Abdulloh ibn Zubayrning inisi bo'ldi. Bu tabi'in. Dadisi cho'ng sahoba Zubayr ibn Avvom jannat bilan bishorat berilgan qatorida kishining birisi-da. Bu 71-yili Iroqda o'ldirilgan Abdulloh ibn Zubayr, ya'ni inisiniki, akasiniki valisi edi ayni vaqtida. Bu Dejleriyas taraf. O'ziniki go'zalligi, botirligi bilan nom qozongan mashhur buyuk qo'mondon palvonlar. Bu odam o'ziniki bolasiga nasihat qilib shundoq degan: "Bolam, ilim o'rgangan. Agar bu ilim o'rgangandan keyin sening ham mol dunyoing bo'lib qolsa, bu ilim sen uchun bir go'zal zo'q berdi. Agar sening miling bo'lmasa, bu ilming sen uchun mol dunyodir." Shu kabi asqatadi deb shundoq. Abdul Malik ibn Marwan o'zining o'g'illariga nasihat qilib, "O'g'illarim, ilim o'rganinglar. Agar sizlar ilim o'rgangan jarayonda o'zinglarniki ijtimoiy o'rni masalan beg bo'lib qolgan taqdirdinglar, beg bo'lib qolgan bo'lsanglar, ya'ni beg talibul ilm bo'lib bo'lgan bo'lsanglar, texmo sizlarning sharafinglar, shavkatinglar yuqori ko'tariladi. Agar o'ttirhal odam bo'lsanglar, bir beg bo'la olasizlar. Agar sizlar bir avomin nas, ya'ni oddiy pura bo'lib qolgan vaqtingizda, to'van qatlamdagi odam bo'lib qolgan taqdirda, sizlar yani yaxshi yashay olasizlar degan. Demek ilim insonni o'ziga ijtimoiy o'rnini ko'taradigan, yuqori ko'taradigan nati fazilatlik bir kuch deb shundoq misolni berganda bu odam orqali. Endi bir qism donishmandlar deydi, ilm o'zing hurmat yo'q odamlarga nisbatan bir sharaf, adab, axloq, odam ensirmaydigan bir mol dunyo degan. Bu yerdagi adab, axloq ensirmaydigan mol dunyo degan. Yoki bo'lmasa adab degan bizda ikki xil ma'nosi bor. Ya'ni adab, adabiyot, kitob xumarligini ko'rsatsa, yana biri adab, qoida, yo'sin, axloqlik ma'nosini bildirdi. Bir qism adiblar shunday deydi, ilm eng yaxshi insonning qoldirib ketadigan bir merosi. Hamda ilmga amal qilgan vaqtida buni insonning sharafi taxmin bu yerda takomillashdi degan. Hatto fasihlarning deyishicha, ilm o'rganing. Bu ilim sizni tuzlaydi, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi, sizni kichiklam turib to'g'ri rushdi hidoyatlik qiladi. Agar cho'ng bo'lganda sizni to'rga boshlaydi, sizni bagi qiladi. Sizniki bunda saxta, nachar taraflaringizni o'ngshaydi. Sizning dushmanlaringiz, hasadxo'rlaringizni bo'ysundirdi. Sizning bunda ancha-muncha uyon bu yer bunda maymoq siyoh ketgan taraflaringizni o'ngshab qo'ydi, tuzlab qo'ydi. Sizin himmetlerinizni, arzu, ümitlerinizni texmo to'g'irlab, nishonıngizni, arzuyingizni texmo yükseldirdi deb shundoq. Hamda Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu shundoq deydi, har insonning qimmati o'zi qilayotgan ishiniki eng yaxshi qila oladigan ish orqali o'lchanadi. Buni Halil
Yani Halil ibn Ahmed el-Farahidi degan arablarning o'z davridagi eng zaki katta grammatika, arab grammatikasi ulamolarinikidan biri. 175-yilda Abbasiylar davrida o'lib ketgan. Bu odam shu arab tilidagi, arab she'riyatidagi uruz, qofiya ilmini ijod qilgan buyuk adiblarnikidan biri. Bu odam bu Ali ibn Abu Talibning so'zini she'rlashtirib mundoq degan. La yakunul aliyyu misla dani va la zuzzaka. O'zing hurmati yuqori odam, qimmati yuqori odam, tuvan odamdek bo'lmaydi albatta. Hoşyar, aqlli odam, döt odam kabi albatta bo'lmaydi. Har insonning qimmati inson o'ziga eng yaxshi qila olgan ishiga qarab o'lchinadi. Mana bu Imom Ali karramallohu vajhuniki hukmidir yoki hikmatidir deb mushu she'rni o'ttirib qo'ygan. Albatta ilmniki fazilatini his qilmaydigan, bilmaydigan odamlar albatta bu nodon, bilimsiz odamlardir. Chunki ilmniki fazilati ilm orqali bilindi. Mana bu ilmning fazilatiga nisbatan ilm etgan vaqtida eng yetarli javob. Chunki ilmniki fazilati o'zinki ilmning fazilati fazilat orqali bilindi. Hamda nodon, bilimsiz odamlar ilmni bilmagan vaqtida ilmning fazilatiga ilib boradigan bu ilmni bilmagan vaqtida bular ilmning fazilatidan albatta bular mahrum qoladi, bilmay o'tib keladi. İlim əhllərini nəhayət tövən görüdüğən əvallar şəkillənidi. Əlbəttə ular yəni oylaydı ki, bularning nəfsləri mail bulavatqan bu yerdəki mal dünya və bularning ko'zlayotgan iştihalik, arzuluq, bularningki türlük nəfsləri mail bulavatqan türlük mal dünyalары, onundan başqa arzulub iştihalik təlmiravatqan, yeni çıqıvatqan malları bular yüzülünüşki en layık narsalar deb qaraydi nodon odamlar. Biz mushuni bilan mashg'ul bo'lsak eng loyiq deb o'ylashib oladi. Amaliyotda Ibnul Mu'taz Mansurul Hakam de mushundoq deganda, bu bir shoirlarniki biri. 296-yil hijriya o'ltirilgan Abbasiylarniki shoirlardan biri. Ham shu Abbasiylarniki xon jamoatidan bo'ldi bu odam. Bu o'ziniki shoirlik bilan mashhur. Bu adam shundoq deydi. Olim degan jahil nodonni albatta bilalaydi. Chunki u jahil tursa, jahil olimni bilolmaydi. Chunki u olim emas-da deydi. Mana bu to'g'ri gap. Shuning uchun deydi. Bilimsizligi nodonligi tufaylidan ilm va ilm ahlidan zohidlar dunyodan qochgandek bular o'z qochishdi. Ilmdan shu gadenkashlar, bu ilmdan shu ilm ahllaridan bular shu gadenkash jahillik, kajla bir narsadan qiyg'is kelmay yenib ketgan o'xshash yenib. Chunki har inson bir narsani bilmasa, inson yoki bilmagan narsaning dushmanidir. Bilmagan narsani inson dushman tutur deydi. Menga Ibn Lankak niki bir she'rini o'qib beray deb shunaq degan deydi. Mavardi Abu Bakr ibn Duray degan kishiniki bir she'rini o'qib berdi. Abu Bakr ibn Durayning bir she'rini menga o'qib bergan edi dedi Ibn Lankak degan kishi. Mavardi dedi. Jahilta fa'adaytal uluma va ahlaha. Sen bilmadingmi? Ilmnimi, ilm ahlini sen uch ko'rsan. Ilmni bilmaydigan odam ilmni albatta yomon ko'rdi, uch ko'rdi, yoqtirmaydi. Kimdi kim? Men bir chaqnay degandim. O'zimninki mushu bir to'da bir ko'rsam, o'zimning bilimdorligimni bir namoyon qilsam deb mushta o'ylaydi ekan. Bilmayman deyish so'zni yomon ko'rdi ekan. Nima so'z shundan javob berib, bilmagan narsani bilmayman deyolmaydi ekan. Bu odam shunday so'zlarning qurboni aylanib ketadi deb shunaq. Buzur Jumhur degan kishiga deyilgan ekan. Bu Parislarniki vaziri dedik boshda. İlim afzalmi, mal dunyo afzalmi deb so'rabdi. Bu odam javob berib, balki ilm deb. Bu odamdan yana qayta savol so'ralib. Bundaqda nemishqa biz ulamolar davomliqmish boylarning ish oldilarida, uylarida tug'anligini ko'ramiz. Nemishqa bu boylar bu ulamolarning ishning oldida ko'rmaymiz ularni degandikan. Bu odam javob berib, ulamolar mal dunyoning manfaatini, foydasini bilib qolgan. Shunlashqa boylarniki ishqoldir turgan. Ammo boylar bo'lsa, bu ilmningki fazilatini bilmay qolgan. Shunlashqa olimlarniki atrofida bular
pekirmagan deb şundaq deydi. Ba'zi donishmandlarga yana shundaq deyilgan. Nimishqa ilm bilan mol ikkisi chiqisholmaydi degan vaqtida bu odam li'izzil kamal deydi. Texmi kamolatga yetish uchun yoki kamolat shavkiti shika kamolat g'urur uchun degan. Shu davrdagi ba'zi shoirlarga bundaq bir she'ri o'qildida va fil jahli qablal mavti mavtun li ahlihi deydi. Amaliyotda bir odam nodon bo'lsa, bu odam o'lmay turiblam bu odamning nodonlik bir o'lim oilasiga. Ularning tallari qabrdan burun jonlarining qabrsidir. Bir inson ilim bilan yashnamasa o'lakdir. Hatto u qiyomat kun tirilganda uning tirilgan emasdir deb shunaq degan. Bir qism mutaallimin o'rganguvchilar bir olimning darvozasida turib to'labdi-da, bizga odamniki mush iziqchini charchatmaydigan bir sadaqat qilinglar, odamni kasal qilmaydigan sadaqat qilinglar deb. Shunlar bu olimning oilasi bu odamga tomoq, yemak-ichmak, rasxot degandek narsalar bu odamga chiqartib berildi. Shunlar bu ilmdor talib mundaq debdi. Sizlarning so'zlariga bo'lgan meningki ehtiyojim, bu sizlarning bu yemekinglarga bo'lgan ehtiyojimdan bakrak zarurdir. Men bir hidoyat izlaguvchiman, to'g'ri yo'l izlaguvchiman. Hergizmi bu yerda men sizlardan bir mardonligingni, sehliqingni sinab divona emasman. Shunlar olim bu odamga uyga kirishga ilmini ruxsatni bergan. So'g'an har qanday narsaga nihoyat yaxshi qatar qilib javoblarni bergan. Bu odam bu uydan shuning bilan bu talib nihoyat xushal, ichilib yeyilgan holatda chiqadi-da, u shundoq degan holat. Odamning shu tushunmagan narsani aniq qilayotgan ilm degan, ya'ni tushunmagan masalalarni oydinlashtirib qo'ygan ilm odamni shunda mol dunyoga to'shqizayotgan boyliqdan nihoyat go'zaldir, yaxshidir deb shundoq deb xush bo'lib ketgan deb shundoq deyilgan. Demak, qadimdagi talibul ilmlar, ilmdorlar ilm shundoq havas bilan, qiziqish bilan qaragan. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.